Aziz vatandoshlar, Kemes avtokaravnasi shu holatda ko'rsatayotganimiz hozirda o'zida yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, ya'ni mana shu joyda yozilgan. Tezroq to'lang, sizni qarzingiz sud bo'limiga yuborildi. Ya'ni bu holatlarda akalarim sudga yuborildi degani Moskva shahrida bo'lsangiz, chiqib keta olmaysiz. Bilet olgan bo'lsa yoki olmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, qachonki qarzorlik to'laysiz, keyin chiqib ketasizlar. Hozirgi akamizga ham shu maslahatni bermoqchiman. Mabodo sizni qaytarib yubordi ham, ya'ni siz bilmadingiz. Bilet olib aeroportga bordingiz, qaytarib yubordi. Sirazi to'lab ertasi kun ketmaysiz. 2 hafta ish kunida qarzdorligingiz bazaga tushib, oblaneniya bo'lib, yangilanguncha sabr qilib turinglar. Yana biletga kuymasligingiz uchun ikkinchi marta. Aynan O'zbegim 20 tarafga kessasida kim bilet olsa, mana shu ekran nomerlarga telefon qilib, bilet olsanglar bepulga tekshirib beramiz. Ya'ni shunaqa holatlarni oldini olib. Ko'p insonlar o'ylaydiki, platniy yoki unda boshqa joylarda avtokaravnani o'chirib beraman, uchib ketaverasan degan narsalarni ko'radi. Yo'q, akalar. Birinchi o'chirishda o'zingiz ham tekshirsangiz bo'ladi. Mana shu fssp.ru sayti orqali tekshirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, bizdan bilet olsangiz, biz sizga bepulga tekshirib beramiz. Shuning uchun yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.